Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. En so'nggi ma'lumotlardan xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'ling. Diqqat, tezkor xabar tarqating. Sport bayrami esa ayni shu maqsad, ya'ni olimpiya harakati yanada rivojlantirish va ommaviy sportni kengroq targ'ib qilish imkonini berdi. Fursatdan foydalanib, barchani bugungi sport va tinchlik bayrami bilan tabriklaymiz. Shu bilan birgalikda asosiy hamkorlarimiz Sport vazirligi, federatsiya va assotsiatsiyalar hamda bugungi tadbirimiz homiysi Lukoil kompaniyasi rahbariyatiga tashakkur izhor qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Hammalaringni bugungi bayram bilan tabriklayman. Sog' salomat bo'ling. Tashakkur Otabek Muhammadaliyevich. Olimpik Day sizga ham muborak bo'lsin. Biz esa davom etamiz. Albatta, sezganingizdek, butun bir olimpiya oilasi mana shu yerda jam bo'lgan. Keling,